A surgeon will make an incision in your scalp and remove a part of your skull. Bu holat ko'p uchraydi meditsinada. Tibbiyotda gemisferektomiya deyiladi. Miyani zararlangan qaysidir qismini ehtiyotlab qolgan joylariga zarar yetkazmasdan olib tashlashlik deyiladi. Then they will carefully separate the affected half of the brain from the healthy one, severing necessary connections. Next, the surgeon will completely remove it from the skull and close the wound. As you heal, the brain's remaining hemisphere takes over many functions of the removed side. Videoda sal noto'g'ri ketgan narsasi birdan 100% восстановление bo'lmaydi. Bu asta-sekinlik bilan bo'ladi. Bu ko'proq yosh bolalarda восстановленияsi yaxshi bo'ladi. Olib tashlangan joy asta-sekinlik bilan gliozga o'xshagan bir modda to'qima bilan o'zini восстановить qilib oladi, lekin u yerda neyronlar bo'lmaydi, u yerda miyadan impuls o'tmaydi. U faqat miyani bo'shlig'ini to'ldirib turadigan jarayon bo'ladi va asta-sekinlik bilan hayot davri bilan miyani olib tashlangan tomondagi qarama-qarshi tomon ko'proq funksiya bajargani uchun asosiy miya bo'lib qoladi u narsa.